Sezir kanali va obunachilar Sezir kanali va mening akam Inom. Mening akam Inom va layklarni qotib tashlanglar, obunalar qotib tashlanglar do'stlar. Keyin navbatni Inomga beramiz. Salom do'stlar. Sen baqiribroq gapirmasang eshitilmaydi videoga. Bugun do'stlar layklarni bosinglar. Bugun bizlar temir topishgacha o'ynaymiz. Bu birinchi qism bo'ladi. Temir topishgacha mayli. Almos topishgacha o'ynaylik. Yo'q. Mayli. Asosiysi do'stlar, bugun biz bu videoning maqsadimiz, asli maqsad Nezirga borish va qal'a topib nima qilish? Qal'a topib almasini ishlash. Qal'a topishimiz bilan tugaydi, chunki eski Minecraftlarda judayam zo'r bosslar bo'lmaydi. Bo'lganda urushar edik. Buni boshlaymiz. Boshlaymiz unda do'stlar. Qani boshladik. Bu daraxtlar uzun ekan. Toshni qayerdan topamiz? Biz pastdan topamiz. Obunachilar. Nega toshda? Obunachilar. Ko'mir topdim do'stlar. Menimcha shu orada ko'mir topildi. Menimcha tez kuchaman. Akam nima qilyapti ekanini bilib olamiz. Shu ham yetadi degan umidimizda. Qozib boshlaydi. Temir topdim. Alhamdulillah topdim. Temir tillamasi topdim. Menimcha videomiz tez yakunlangan keyin bu yerga kiraman albatta. Tillam bor ekan. Fersayimizni tashlab chiqibmiz. Mayli o'zimiz biz tillani ham kutmasdan Pastga suv qo'y, men tushay. Suvim yo'q.
Suvim yo'qda do'stlar, tilla ham, temir ham topildi. Pechka olsam degan nima qilib qo'ydim ey. Qanday tushdi o'ylab. Yaxshi temir bo'ladigan bo'lsa juda tez tugaydigan o'xshaydi. Ben sen tilla ham topdim deding-a? O'zi olmos topishgacha yo olmos topishga hay. Umuman temirdan qurol-yarog' shu narsalar yasab olaylik. Keyin tugatib yuboramiz video. Do'st yana bittagina. Yana bittagina kerak bo'ladi. Wow. Do'stlar biz yashashga o'tdik o'zi Chiqsayki bir arqamda kelarsan yo'lga chiq aylan. yana bitta tilla topildi. Do'stlar buni o'zim qo'yganim yo'q, rostdan topilyapti. Yana bor ekan. Sen shunchalik hurmatli bo'lib ketdingmi? Temir. Temir topdik do'stlar. Yana temir chiqdi. Nimadir pechkamiz. Sen nima qilding? Mod qo'shdingmi? Yo'q. Bunchalik omad ketma-ket kelavermaydi deb o'ylayman. Tonni pechkamiz. Mayli. Bu yerdan chiqib ketamiz. Pishib olsin hamma narsamiz. Qayerga kelib qoldi do'stlar? Bekor oldim shuni. Do'stlar. Hamma narsamizni pishirib olaylik, keyin ketaveramiz. Temir ko'proq topish kerak. Talashamiz-ku Yana pastga olamiz. deb o'ylamasdan Hali kuchli bo'laylik. men hozir o'lib ketsam kim javob beradi? Men emas lekin. Ba'zida Buni pishi qanday qiyin do'stlar. Ungacha yursalar. tepaga chiqsam joyga ishlaydigan. Biz hali ovqatni topishimiz kerak do'stlar. Nima degan gap bu? Kechqurun ham bo'lib qolyapti. Bu yoqni ertaga ertaroq pishaybulla. Olib tashlayman. Uncha pishib bo'ldi. Oldim. Chiroq kech kerak bo'ladi. Nima bular qayerdan kelyapti shunchasi? Do'stlar, bu video ostidagi havolaga yozishlaringiz mumkin. To'g'rirog'i shu o'zini yozadigan joyi bor. Kommentga. Shu noisbeki bor. Shu kommentga yozishlaring mumkin do'stlar. Bu safar yana qanaqa video chiqaraylik? Ana shuni aytib Har qo'ying. xil missiyalarni ham aytsalaring bajaraman. Parkur. Mayli, versiya qolib ketaversin do'stlar. Bu videoni ikkinchi qismi chiqishi uchun bizlarga 20 ta like Loy tashlab bering. bor yo'qmi? Nima chiqdi mendan? Nimadir chiqdi. Tashlaganingiz yo'q lekin. Tepachi xayrlashish kerak bo'lsa temir topdik. Do'stlar, videomiz juda ham katta bo'lib qolganini Qanday hozir xayrlashamiz? Hozir xayrlashmasligimiz kerak. Judayam kelib qolgan bilsam-da xayrlashmasa bo'lmaydi. Men xayrlashaman. Men
Xayrlashmashimiz kerak hozir. Yo'dan ikki shom bo'lyapti. Kechqurun uxlab qoldim. Do'stlar, hay. Hozir men ikkinchi qismini keyin chiqaramiz. Tepaga chiqib qo'ysa bitkangni tekta ish qilamiz, soat 1dan tugatib qo'ymaymiz-ku, kanaga ishlatamiz. Voy bani. Voy jallob. Narvon qo'yib chiqinglar. Narvon, menda narvon bo'ldi. Hayda, qo'ydim. Chiqaman. Narvon tugaguncha chiqarsa tez chiqing, bilib olasiz. Yondirib olay. Mayli. Mayli ochib. Lekin yondirib olsam kerak edi. Keyin tepada yondiramiz. Va obunachilarga ko'rsatamiz. Men kiyim yasaveray tilladan. Sen dasturlar yasav. Menga shton ber. Yo, shapka, yo shapkaga. Qilich yasab ber. Shton kerak emas, qilich yasab ber. Shton kerak emas. Bo'ldi. Mayli, men kiyinib oldim. Tilladan. Kiyimmi? Kiyimga hali yetmaganmiz. Endi yetamiz. Nechta tillang bor o'zi? Kelam 11 ta ishladim bordim ishton bilan. Kemirang ishda. Timorim qolmadimi? Bitta kiyim uchun ishlatdim. Mana bor temir. Bitta temir qolibdi-ku. Bitta temir. Ha, bitta temir qo'ying. Shunda menga nima yasash o'yla, lapatga. Mayli. Videoni hozir tugatib qo'ymaylik. Menda masalan hamma joy yorug'di. Menda hamma joy yorug'di. Menga uncha emas. Hozir to'xtab turinglar. Asno. Do'stlar. Kechqurun bo'lgan bilinmaydigan bu narsa zo'r narsa. Menga ham go'sht bering. Olur. Do'stlar, mana bu o'yinlarni qilgan qo'l bolasi keladigan baho berilgan. Undan nima? 1dan 10gacha Tashladim go'shingizni. Nima qilaman men go'shtni? Undan 1dan 10gacha baho berilgan. Qarab, Skinni qara. to'xtatdi. Nimadir ustuncha yopib qo'yib tarqasin. Mana do'stlar, orqadagi chizmaga ham baho beravering. Odamni hamma joy zo'rmi? 1dan 10gacha baholovinglar, kommentlarga yozib qoldiring. 20 ta like bo'lsa, mana shu videoda biz almos topib Nezerga portal quramiz. Aynan shu yerda. Birdan ketib boramiz. Ikkinchi videodan ham shu yerda boshlaymiz. Agar shu videomiz 20 ta like yig'sa, buni ikkinchi qismini chiqaramiz. Xullas chiqaramiz do'stlar. Bu videomiz 20 ta like yig'sa, va men Sezer va akam Unom va do'stlar, bo'pti, hammaga yaxshi bo'linglar. Kiyimlarni to'g'ri kiying. Mana do'stlar, bo'pti. Mayli, bo'pti do'stlar. Ikkinchi videoni xuddi shu joyda boshlaymiz. Baholashni unutmang. Baholashni unutmang. Ikkinchi videoni xuddi shu joyda boshlaymiz. Bo'pti do'stlar, bizlar xayrlashamiz.